Assalamu alaikum. Bizi kuzatayotganlar. Bugün meni ikkinchi kun Volkswagen Polo mashinasini xonimiz haydashni boshlayapti. Kechaga qaraganda optlari oshib, ancha yaxshi haydayapti. Xo'p. Bugün havo yağmur yağışda öz maharetini ko'rsatayotgan bo'lsa, bizda xonimiz remenlarni taqqan. Mana bugun qat'iy qonun qoidasi bilan hamma yo'lni yaxshi bajaryapti. Allohga hamdlar bo'lsin. Mana og'riqlar yanyapti. Mana xohlasa bu xonimizdan bir prova olsa, bir mashina mingisi kelyapti. Bir minsin. Mazza qilib. Hadi. Hadi endi kuzatinglar, xonimiz ikkiga qoladi. Marhaba. Qanday qilishni aytganman, qani? Yo'q, gaz berib olish kerak. Gaz beraver. Bir gaz. Bir. Bo'ldi. Nuqta. Ikki qoldi. Молодец. Qo'yver nuqtani. Bo'ldi, haydaydi. Ko'rdinglar? Bitta silkinish ham yo'q. Ikkiga oldi, salomat. Hadi. O'rganuvchi talabgorlar bo'lsa, narx-navosi arzon. Bu xonimizga bekar endi. Nima uchun bekarligini bilmayman. Shu pulni olmadik. Ama boshqa talabgorlar bo'lsa, biz o'rgatamiz. 3 kunda prova olishingiz mumkin. 3 kunda olasiz. 3 kun bizning nimamiz. Bir ay 2 aychasanmi? Yo'q, bizda unaqasi yo'q. Yaxshi. Güzel. Aha.